Assalomu alaykum. Ko'rib turgan modelingiz Kia K5 modelimiz bugun obzori. Buni oylik to'lovini 3.9 million so'mdan chiqarib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qanaqa to'lov grafigi chiqqanligi haqida to'liq ma'lumotni berib o'taman. 3-paysangiz hisoblanadi K5 modelimiz. Hozirgi kundagi narxi 469 million 900 ming so'm. Va avtomobilimiz 1.5 GDI turbo motor bilan jihozlashtirilgan. Bular oldingilarga nisbatan bular restyling hisoblanadi va motorlarda o'zgarishlar bo'lgan. 2022-yil, 23-yilda ishlab chiqarilgan atmosferniy motorda bo'lgan Kia K5larimizni atmosferniy motorda keyin ozgina kichikroq bo'lgan. Bular unga nisbatan 6 sm uzunroq va motori GDI turbo motor bilan jihozlashtirilgan. Bu asosan 92 benzinda harakatlanadi va turbo motorda eng katta fishkalardan bittasi ichida newton-metr balandligi va razgon olishda ham, hatto danni yo'lda bosadigan bo'lsangiz ham, unda ham ya'ni oboroti, bosishlari ancha tezroq va aqlliroq motor hisoblanadi. Oldilari glansvinning radiator setkasi bilan jihozlashtirilgan, Partronik bor. Pastda tumankalarigacha bor. Avtomobilimiz LED faralarda. Endi mana bu yoqqa keladigan bo'lsangiz, avtomobilimizni diskasiga to'xtalamiz. 17,5 radiusdagi quyma litiy diska tormozdon sistemasi. Buniki diskovoy tormozdon sistema bo'ladi. Va bularda bakovoy avtomatik yig'iladigan 360 gradus kamera bulardan balandroq komplektatsiyalarda bo'ladi va bunda slipoy zonalari bor. Tomlarga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, to'laligicha panoramli tom va bularda oldidan boshlab oxirigacha shisha qilib ishlangan. Ya'ni siz tepa atmosferasini bemalol maza qilib ko'rib ketsangiz bo'ladi. Avtomobilimiz beskuluchovoy dostupda. Eshigini ochadigan bo'lsak, bularda to'laligicha to'rali eshik ham elektronik hisoblanadi, ya'ni oynalarda tushib chiqishi, bakovoy upravleniyalargacha ham elektronika bo'ladi. Va avtomobilimiz ichki saloniga o'tib olamiz. Ichki saloniga o'tadigan bo'lsak, to'laligicha koja va katta yangilangan monitorda ko'rishimiz mumkin. Hatto rullarigacha ham yangilangan. Bu rulida, misol 3-paysasini o'zida cruise control va multifunksiyonal rul bo'ladi. Airbag funksiyalari bor, monitorlari elektronika bo'ladi, ya'ni sensor upravleniya hamma narsasi. Bundan keyin mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, 910 klimat kontrol. 910 klimat kontrolda oldingi videolarimizda ham qanaqa ishlashi va qanday ishlatishlari ko'rsatib o'tganmiz. Oldingi videolarga ham o'tadigan bo'lsangiz, bemalol ko'rib bilib olsangiz bo'ladi. Bularda skorslar shaybali qilib ishlangan, ya'ni restyling bo'lgandan keyin bu shaybali bo'lgan. Ancha qulay bo'ladi harakatlanishingizga. Eskisida misol Tiptronika bor edi, u qatta deydigan bo'lsangiz, mana lipsoklar rulda orqasiga qo'yilgan va shu orqali misol plus minus bemalol skorni ko'tarib yoki tushirib ketsangiz bo'ladi. Bu aynan sizga qulay bo'ladi. Bilsangiz, sportivniy avtomobillarda rulda orqasida bo'ladi lipsoklari. Nimani hisobiga? Rulda qo'lingizni olib chalg'imasdan faqat rulda o'zida upravleniyani boshqarib ketishingizni bu ta'minlab beradi. Endi mana butlarida pastakanchiklari bor, ikki kishiga moslashtirilgan, ikkitadan suv quvasingiz bo'ladi. Avtohol funksiyasi ham bor. Avtoholda svetoforlarga kelib, mashinani tormozini bossangiz, avtomatik tarzda to'xtab qoladi va motor o'chadi. Svetofor yonishiga yana bemalol yurib ketaveradi. Endi bu yangilik emas, ma'lumot o'rnida aytib o'tdim. Elektronniy bularda ruchnoylari bor. Barlari ham ancha katta. Mana bitlarida chiroqlarigacha bor. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mana yoqib beramiz. Keyin buni eng katta narsasi panoramasi. Nimaga men panoramada to'xtalishni xohladim? Sabab bularda birinchi paysasi tepasini o'zi luk bo'ladi. Ikkinchi paysasidan boshlanib 8-paysasigacha keladigan bo'lsa, 8-paysasigacha panorama. Bu restyling versiyasida. Eskilarni oladigan bo'lsangiz, juda ham ko'p komplektatsiyalar bo'lgan. Ularda asosan fullarida panorama tomlari bo'lgan. Bunda bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi paysasidan boshlanib bemalol panoramalarida chiqarilgan. Ochib ko'rsatamiz o'rtoqlar. Luki ham ancha katta, oynasi ham oxirigacha. Mana lukini ko'rdingiz, qay darajada ochilishini va qanaqa kattaligini. Eng kech payt yoki bironta misol yorug' kunlarida oynani ochmasdan panoramani ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shtorkalari avtomatik ishlaydi. Sidenalar juda ham mayin koja va perforatsionniy qilib ishlangan. Havo o'tkazadi bemalol. Sidenalarda oladigan bo'lsangiz hidlanib ketmaydi. Dash tarpetkalarigacha akvaprint qilib ishlangan. Endi avtomobilimizni bu ichki salonining asosan oldi ko'rinishi. Men sizga endi orqasidan ham bitta o'tirib obzor qilib beraman. O'zingizga qulay bo'ladigan bo'lsa, avtomobilimizni bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rishda davom eting. Men sizga foizsiz rassrochkaga ancha-muncha avtosalonlar ham chiqazib bera olmaydigan summada chiqazib beraman. Va avtomobilimizni orqa o'rindiqlariga o'tiramiz. Orqa o'rindiqlariga o'tiradigan bo'lsa, shu shinaga bitta o'zingiz ahamiyat bering. Mani oyog'im bilan oldi sideniyani oralig'i juda ham katta. Bu avtomobilimizda biznes klassligini ta'minlab beradi. Ya'ni patologlarga ahamiyat bersangiz, mana bular
ichkari kirgan qilib ishlagan. Nimaga? Odam o'tirib ketadigan bo'lsa, boshiga xalaqit bermaydi. Yana bu uzun odam o'tirsa ham bemalol. Endi bu 3-paysasiligini hisobiga 1, 2, 3-paysalarimizda mana bu yerda klimat kontrol upravleniyasi bo'lmaydi. Ya'ni bu 4-paysasidan boshlanadi. 3-paysasida, 2-paysasi, 1-paysasida oddiy podstakanchik qilib ishlangan. Sideniya orqa spina naqalariga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, o'rnashishlariga juda ham og'igan va maza qilib o'tirib ketsangiz bo'ladi. Bundan tashqari mana bu yerda o'zida ham naqalari bor, chiroqlari bor. Qorong'i kunlarda, kech paytlari bemalol yoqib ketsangiz bo'ladi. Endi avtomobilimizni, misol, menga yoqqan tomonlardan bittasi buni razgonida. Avtomobil juda ham tez. Buni o'zingiz avtosalonimizga keladigan bo'lsangiz, avtomobilni olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, razgonlarni ham ko'rib, bemalol tez drive qilib ko'rsangiz bo'ladi. Sizdan nima ketibdi? Kia Olmali avtosaloniga kelib, Kia 5 da tez drive'ni olib chiqib ber deydigan bo'lsangiz, biz olib chiqib beramiz, haydab ko'rasiz, ma'qul kelsa avtomobilni sotib olasiz. Keyin yana yumshoqligida. Podveskasida o'zimiz ham Instagram kanalimizga o'tadigan bo'lsangiz, Immuna K5 da yurishini, ya'ni shahar ichida manevr qilib yurishiga ham to'liq obzor olganmiz. Ko'rsangiz bo'ladi, qanaqa bosadi, yuqori tezlikda o'zini qanaqa tutadi. Asosan misol biz tilda shashka deyshadi, ko'chalarda, mashinalarda atrofidan aylanib, o'shalargacha ham video ishlaganmiz. Ko'rsangiz avtomobilimizni podveskasini, yurishini, tezligini, motorini qisqa rolli tayyorlaganmiz. O'shanda his qilib ko'rsangiz bo'ladi. Endi avtomobilimizni orqa tomoniga o'tamiz. Qani ketdik. Bu avtomobilimizni orqa qismiga qaraydigan bo'lsak, mono shaklida ishlab chiqarilgan orqa qoshlari bu to'laligicha yonadi va bagajlariga qaraydigan bo'lsangiz, bu elektronika emas, o'zi avtomatik ochiladi. Keyin mana zapaska ballonlarini ham bitta ko'rsangiz, damkrat, kluch, hamma narsasi bor. Bular dakatga emas, ya'ni orqa ballonlari ham o'ziniki bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni Kia avtosaloni sizga 5 ta qo'shimcha 5 ta ballon qo'shib beradi. Ya'ni 4 o'zida bitta zapaska ballonida. Bagajni oladigan bo'lsangiz juda ham katta va keng, ancha-muncha narsangiz sig'ib ketadi. O'rtoqlar, avtomobilimizni podveskalariga ham oddiy qo'lda o'zida bemalol yotiqsiz yumshoqligini ham ko'rsangiz bo'ladi. Bagaj sig'imlari ham ancha katta. Avtomobilni o'zi ham uzun. Siz buni qanaqaga xarid qilmoqchisiz? Ya'ni o'z ishingizga olmoqchimisiz yoki sportivniy yurmoqchimisiz? Hammasi to'g'ri kelib ketaveradi. Avtomobilimizni agar ishingizga oladigan bo'lsa, klassi biznes darajasida bemalol, ichlari keng, oldilari, tarpetkalari, xavfsizligingiz tomonlama ham juda ham yuqori. Endi bularda farqlari keladigan bo'lsa, asosan 8 ta paysada ishlab chiqariladi. 1, 2, 3-dan 5-paysasigacha hisobga oladigan bo'lsangiz, hammasining motori bir xil bo'ladi. 1.5 turbo motorda va 170 ot kuchi bilan ishlab chiqariladi. Asosan bularda endi navorotlarda farq qiladi. Misol 5-paysasini oladigan bo'lsangiz, 1.5 turbo motor, hamma narsasi bo'ladi. Pulse dvigatellari, обогрев сидения, ichki monitor, hamma narsasi eng fullidaqa bo'ladi, faqat motori kichkina bo'ladi. Ulardan kattasiga chiqadigan bo'lsa, ya'ni 6, 7, 8-paysalarda oladigan bo'lsa, ular 2 turbo motorda ishlab chiqariladi. Mana buni ko'radigan bo'lsangiz, bu K5 modelimizni 7-paysasi va orqasiga qaraydigan bo'lsangiz, glushiterlari ham ikkitadan chiqqan bo'ladi. Bunisiga qaraydigan bo'lsangiz, 5-paysasigacha bunaqa ikkitali glushiter bilan chiqazilmaydi. Endi bularda farqini hisoblaydigan bo'lsangiz, 2 turbo 240 ot kuchi bor. Shahar ichiga bosishga, ya'ni tez yuraman, men tezlikni yaxshi ko'raman deydigan bo'lsangiz, men bunisini maslahat beraman. Menga klassika kerak, u darajada tez yurish shart emas deydigan bo'lsangiz, men sizga mana bunisini maslahat beraman. Agar oylik to'lov arzon chiqsin deydigan bo'lsangiz ham 3-paysani olishingizni maslahat beraman. Endi avtomobilimizni to'lov grafiga o'tsak bo'ladi. Xudo xolasa men tushuntirib beraman. Kia Olmali avtosalonidan shunaqa premium segmentdagi Kia avtomobillarini xarid qilib qolishingizni tilakdoshiman. Qani ketdik. O'rtoqlar, Kia K5imizni endi foizsiz rassrochkasi men sizga gapirib beraman degandim va tushuntirib beraman. Ko'rib turgan Kia K5 modelimizni 3-paysasi narxi 469 million 900. Boshlang'ich to'lovingizga qarab foizsiz rassrochkalarimizni chiqarib beramiz. Bir kunda chiqarib beramiz, birgina pasport o'zingiz nomiga. Diqqat bilan eshiting. Boshlang'ich to'lovingiz 25% mi? 18 oyga foizsiz rassrochkamiz chiqadi. Agarda boshlang'ich to'lovingiz 30% bo'ladigan bo'lsa, naqd 24 oyga. 2 yilga foizsiz o'zini tan narxida xarid qilsangiz bo'ladi. Amanda boshlang'ich to'lov ko'proq, menga uzoqroq muddatga ber deydigan bo'lsangiz, oldindan mana 50% dan to'lov qiling. 36 oyga foizsiz rassrochka, bir kunda birgina pasport o'zingiz nomingizga chiqarib beraman. Agar boshlang'ich to'lovda yanada ko'proq to'lov qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, hatto ancha-muncha Kia avtosalonlari tugul boshqa modellarni ham oladigan bo'lsangiz, bunaqa variant qilib bermasa kerak. Yo'q, 60% to'laysiz, muddat 48 oy, ya'ni 4 yilga o'zini tan narxida ko'rib turgan Kia K5 modelimiz 469 million
900 da to'laysiz. Bundan tashqari biz bitta расходingiz bo'ladi, u sug'urta. Sug'urtani tanaga aralashtirib bo'lmaydi. U banklarda o'zini qiymati hisoblanadi. Men sizga yana bitta narsani taklif qilaman. Banklardan qora ro'yxatdaman. Misol, kreditim bor, menga banklar bermayapti avtokredit deydigan bo'lsangiz ham, unisini muammosi yo'q. Men shaxsan o'zim sizga Fincom Leasingni maslahat beraman. Fincom Leasingda siz cho'rniyda bo'lasizmi, oliy dohodingiz bormi, yo'qmi, 4-5 talab kreditingiz bormi, umuman farq qilmaydi. Avtomobilni kelasiz, tanlaysiz, boshlanish to'lovi 30% dan boshlanadi. Muddati 5 yilgacha foizsiz. Tasavvur qiling, 5 yilga avtomobilni foizsiz rassrochkaga xarid qilib olasiz. Faqat unda kompaniyani to'lovi bo'ladi. O'shanisini menejerlarimizga aloqaga chiqsangiz yoki kommentariyada K5 so'zini yozib qoldiradigan bo'lsangiz, shaxsan men o'zim to'liq ma'lumotni berib o'taman. Avtomobilimizni misol kreditga olaman, uzoq muddatga boshlanish to'lovi 30% yoki 25% deydigan bo'lsangiz, unga ham imtiyozli kreditlarimiz bor. Faqatgina bizga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotni olib o'tsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, pastga nomer yozib qoldiramiz. Hozirroq aloqaga chiqinglar. Bizning nomimizdan chiqadigan bo'lsangiz, qo'shimchasiga qimmatbaho bonuslar ham qo'shib beriladi. O'rtoqlar, avtomobilimiz sizga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like va bizga obuna bo'lishni esdan chiqazmang. Keyingi videolarda qaysi avtomobilni, ya'ni Kia modelini obzor qilib berishimizni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiring, to'liq ma'lumotni tushuntirib beramiz.